Mana bugun yana bitta juftlikning baxtiga baxt qo'shilgan kun. 6 yil davomida vaginizm kasalligi bilan aziyat chekib yurgan edilar. Mana bugun bularga oxirgi amaliyot, gipnoz amaliyoti o'tkazildi. Inshaalloh nasib bular o'zlarini shu vaginizm haqidagi taassurotlari, vaginizmdan davolanib bo'ladimi yoki yo'qmi? Vaginizmda masalan ba'zi bir odamlar o'qitishga yugurib yuradi. Kimlardir hozir qo'y so'yib, bir nima amaliyotlar qilib, bunga sehr qilingan deb, sehrni kim qilgan, palonchi qilgan deb bir-biri bilan mojaralashib, janjallashib yurishibdi. Shunaqa bemorlarimiz ham bor. Hali bizning olimizga kelgan yo'q, maslahatlashib yurishibdi. Lekin bu yerda tibbiyotning aralashuvi naqadar muhim ekanligini hozir bular o'zlari sizlarga aytib beradilar. Marhamat, siz boshlang, kuyov. Assalomu alaykum. Yaqinroq olsangiz bilan mikrofonni. Xudo xolasa mana Allohning izni bilan, sizni yordamingiz bilan sizni sababchi qildi Xudoyim. Mashalloh, nasib inshaalloh. Rahmat sizga. 6 yildan beri qiynalib yurgandik. Ko'rmagan joyimiz bo'lmagan, qolmagan. Bu narsa yomon kasallik ekan. Yigit kishining boshini egib qo'yar ekan. Hozir yaxshi, Xudo xolasa mana. Siz xursand, kelin xursand, uydagilar hamma xursand. Uydagilar hamma xursand. Bir oyda men sizlarni naligi dardinglarga shifo topib beraman deganingiz uchun mana bir oyda natijasi bo'ldi. Hozir yaxshi. Xudo xolasa mana oxirgi amaliyotda olib inshaalloh nasib qaytamiz endi uyga. Nasib inshaalloh. Hammasi yaxshi. Biz xursandmiz. Siz xursandmisiz bu? Albatta, biz juda ham xursandmiz. Endi kelinga bering, kelin fikrlarini bildirsinlar. Kelinimizga mana shunday gipnoz amaliyoti o'tkazdik. Gipnozga tushib, gipnozdan chiqdilar, hatto o'zlari ham bilmadilar. Mana kuyov kuzatib turuvdilar, hayron qoldilar. Gipnoz shunaqa bo'lar ekanda deb. O'zingizning gipnozdagi taassurotlaringiz nima his qilganligingizni aytib bering. Keyin vaginizm kasalligidan aziyat chekib yurgan kelinlar bor. Shularga o'zingizdan kelib maslahat bering. Assalomu alaykum. Biz hozir gipnozga kelgandik, gipnozdan chiqdik. Men gipnoz deganlardan umuman ishonmagandim. Yo'q narsa deb. Lekin o'zim ham bilmadim hozir gipnozga tushib qolganimni. Bu kasallik 6 yil davomida qiynagan. 1 oy bo'lib bo'lmay, natijasi yaxshi bo'ldi. Bu kasallikning davosi bor ekan. Kelishingdan maslahat beraman. Demak, yana bitta narsa mana sizdan maslahat. Ba'zi bemorlar, ba'zi juftliklar tibbiyotni bunga aralashtirmasdan turli xil boshqa usullarni, tibbiyotda atrofidagi boshqa usullarni qilib yuradi-da, lekin vaqtni o'tkazadi. Va oila o'rtasida, juftliklar o'rtasida borgan sari sovuqlashish boshlanadi. Keyin ular o'rtasida ba'zi bir qo'ydi chiqdi gaplar boshlanadi. Janjal, to'polonlar boshlanadi. Bunga ba'zan qudalar aralashadi. Shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun nima deysiz siz? Shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun kelish kerak ekan. Davosi bor ekan. Bizda ham bo'lgan unaqa holatlar ko'p bo'lgan. Hamma holat qilib ko'rganmiz. Hamma holatni birma-bir prova qilib ko'rgansizlar. Yaxshi. Oxiri sizdan davo topdik. Ajoyib. Endi bunga men ayta olmayman. Men sizlarga buni tuzatib berdim deb ayta olmayman. Avvalo Alloh taolodan bu. Lekin har bir bandasiga Alloh taolo bir xususiyat beradi. Kimdir zo'r xirurg bo'ladi. Ancha-muncha qiyin operatsiyalarni qiladi. Alloh taolo unga shunday xususiyat bergan. Kimdir zo'r haydovchi bo'ladi, kimdir zo'r tergovchi, kimdir zo'r psixiatr, kimdir zo'r seksopatolog va hokazo. Endi Alloh taolo bizga shunday ilm bergan ekan, men sizlarga shu ilmim bilan yordam berganimdan xursandman. Eng avvalo sizlar o'zlaringiz baxtli his qilsanglar, menga shunisi muhim. Baxtli. Rahmat. Salomat bo'linglar.